hozir men aytadigan gapni yaxshilab eshiting, hayotingizni tubdan o'zgartirib tashlaydi. Birinchisi bu sizdan so'ramagan xizmatni hech qachon hech kimga qilmang. Sizdan so'ramagan yordamni hech kimga hech qachon qilmang. Nega? Chunki sizdan so'ralmagan xizmatni qilsangiz boshqa odamga, mehnat qilsangiz yoki boshqa qilsangiz, qilgan mehnatingiz oqibatidan, qilgan xizmatingiz oqibatidan doim kaltak yeysiz. Odamlarda xususiyati shunaqa ekan, qadrdonlar. So'ralmagan mulozamat, so'ralmagan ishni qilsangiz, so'ralmagan yordamni bersangiz, oqibatida baribir yomon bo'lib chiqar ekansiz. Agar siz biron bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda, "Ey Xudo, sen uchun qilyapman shuni" dengda, boyagi odamdan hech narsa kutmang. U odamga siz qilib qo'yavering, Xudo uchun qiling. Lekin agar siz Xudo uchun emas, shu odam uchun yordam bo'lsin shu odamga desangiz, unga hech narsa qilmang. Agar siz u odam sizdan kelib, "Menga ovqat ber" deb so'ramasa, qorni och bo'lib yotgan bo'lsa ham, haligi nima deydi, siz bilib ko'rib turgan bo'lsangiz ham, u odam shundan yaxshi bo'lib ketsin deb so'ralmagan narsani bermash kerak ekan. Hayot shuni ko'rsatdiki, so'ramasdan, so'ralmagan narsani bersangiz, so'ralmagan xizmatni qilsangiz, baribir yomon otliq bo'lib qolar ekansiz. Demak, qarang, nimadir qiladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda "Ey Xudo, sen uchun qilyapman" dengda, Xudo uchun qiling. Lekin shu yaxshiligingizda ham e'tiborli bo'ling. So'ramagan odamga qiladigan xizmatingiz oqibatida siz jabr yeb qolar ekansiz. Xudo uchun qiladigan bo'lsangiz, o'shanga ehtiyoji bor odamlarni topib, sizdan so'ragan odamlarga "Ey Xudo, sen uchun" deb qilsangiz, ana unda siz oxir oqibatda yomon otliq bo'lib qolmas ekansiz. Bu ota-bobolarimizdan qolgan tavsiya bizga, qadrdonlar. Endi masalan, siz yaxshilik qilishim kerak, yaxshilik qilaman desangiz, so'rayotgan odamlar atrofingiz to'la. Lekin siz shu yaxshilikni o'zingizcha palonchiga qilishim kerak. Chunki bu bechara-da, chunki bu ehtiyojmand-da, chunki bunda yo'q-da, shunga qilib bering deb borib qilib berasiz, u rahmat deb oladi, orqasidan tupuradi yaxshilab sizga. Demak, fikrlab ko'ring o'zingiz, o'ylab ko'ring, xulosa chiqaring.